Obunachilarimiz, bu qozonda pishirish uchun maxsus bugun eski shaharga borib mana bunaqa tuyoqchalar olib keldim. Qarang, buni maydalatib, chiroyli qilib bezlarini oldirib, 2 donasini 50 ming so'mga oldim buni. Buni sho'rva qilsa ham bo'lar ekan, xaladis tayyorlasa ham bo'lar ekan bundan. Mana qarang, e'tibor bering, katta mol oyoqlari. Buni hozir tuzli suvga yaxshilab o'tib qo'ygan edim. Mana qarang, e'tibor bering, suvga zararli narsalar chiqib turibdi. 2 soatdan beri bu tuzli suvda turibdi. Endi buni tozalab yuvib olib, qozonchamga solib, qani kaloriyaga boy mazali sho'rva tayyorlab ko'ramiz. Keyin tuyog'imni yuvdim va qozonimga joylashtiraman. Mana 2 ta tuyog'im bemalol qozonimga joylashdi. Endi qiladigan ishim barcha ziravorlarni qozonimga solaman. Mana obunachilarimiz, navbatdagi sho'rvamga mana shu ziravorlarimdan, ko'katlardan, bir dona piyoz, pomidor, sabzidan foydalandim. Endi qiladigan ishimiz, bitta qoshiqda tuz solamiz. Suvda mana tuzni solib oldik. Endi qozonimiz to'lguncha suv solamiz. Eng tepasiga mana bunday bitta boshli chesnogimizni ham solib qo'yamiz. Larimiz suvimizni solib oldik. Endi qozonchamizni qopqog'ini qo'yib olamiz. Mana obunachilarimiz qaynab chiqqandan keyin o'sha qarang 1 soatda buni qarang, hayron qoldim men. O'sha go'shtlari titilib, suyaklarigacha pishib ketdi. Sho'rvasini rangi rosa chiroyli. Buni qarang mana. O'sha ko'ryapsizmi? Suyakda go'sht yo'q. Mana go'shtlari titilib ketgan. Shunaqa ajoyib qozon ekan bu. Buni qarang, go'shtlarini dirkillab turishini. Sho'rvalari juda ham quyuq, shirin sho'rva bo'lib chiqdi. Buni ochishga ozroq qiynaldim, to'g'risini aytsam. Xo'jayinimdan yordam oldim, chunki bu qaynagandan keyin ichida gaz bo'lar ekan. Ovoz chiqarib, gazini asta-sekinlik bilan o'chirib qo'ygandan keyin ochib olish kerak ekan. Buni qarang, ichidagi narsalarni. Endi buni damashni xaladis qilib tayyorlamoqchiman. Tuyoqlarni afg'on qozonimizda pishirib olgan edik. Mana endi hammasini suyagidan ajratib oldim. Mana e'tibor bering. O'zini xohlang pichoq yordamida maydalang, xohlang chopperda aralashtirib olsangiz ham bo'lar. Qarang, e'tibor bering, shirinligidan qanchalik bir-biriga aralashib chiroyli narsa hosil bo'ldi. Endi bunga mana shunday maydalab olganimdan keyin ustiga 1 qoshiqcha maydalangan murch sepaman. Mana ustidan o'z xohishingizga qarab ko'katlar. Xohishga qarab ko'katlar sepamiz. Mana achchiq yemoqchi bo'lganlar xohlasangiz ezilgan qalampir yoki sveji qalampirni to'g'rab qo'yishingiz mumkin. Endi qozonimizdagi sho'rvamizni suvidan ustidan oz-ozdan qo'yib chiqamiz. Mana e'tibor bering. Va bir kechaga xolodilnikka qoldiramiz. Suvlari shirali bo'lib, quyilib xaladis hosil bo'ladi. Mana sizga damashniy va kaloriyali, kalsiyga boy bo'lgan vitaminli. Buni ovqat o'rnida ham bemalol iste'mol qilishlaringiz mumkin. Qani endi buni bir kechaga xolodilnikka yuboramiz. Mana obunachilarimiz, xaladisimiz yaxlab tayyor bo'ldi. Endi uni kesib ko'ramiz. Pichoqimiz bilan asta-sekin qarang, qattiq bo'lib qotib olgan. Ko'pikcha shaklida kesamiz, yeyishimizga osonroq bo'lishi uchun. Turganingizda xaladisimiz tayyor. Qarang, qanday chiroyli xaladis bo'lgan. Endi mazasiga baho beramiz. Juda ham mazali. Ichlarini qarang, oppoqqina chiroyli xaladis tayyor bo'ldi. Siz ham albatta buni uyda tayyorlab ko'ring.